Assalomu alaykum hammaga. Bu Omadbek. Bu 3 kunga $8 olingan kvartira. Buni obzorini hozir sizlar bilan birga qilib chiqamiz. Xullas bu oyna, ko'rib turganingizdek zdaniyalar, televizor 4K, bu yoqda ayollarni naqshasi qo'yib qo'ysa bo'lar ekan. Kofe qo'yadigan, kofe nimadir deyiladi, xullas shunaqa narsasi bor. O't o'chiruvchi vositalar, холодильник, одноразовый yoki bo'lmasam mana bu ovqatda pishirib kuydirib ayollarga ishlatiladigan masala. Bu Shahriyor. Bu oshxona. Oshxonada mana idishlar yuvadigan moslamalardan boshlab turib nima kerak bo'lsa hamma narsa qo'yilgan. Bu yerda mana dish so'p, idish tovoqlar uchun, qo'l uchun, idishlarni yuvadigan vositalar, stakanlar. Xullas, juda ham tez obzor qilishga harakat qilamiz. Bu yoqda ham suv filtr qiladigan bu, ya'ni kran suvdan ichishni yoqtiradiganligi suv filtr qilsa bo'ladi. Mana bu ham kofe tayyorlaydigan. Bu toster, gaz, mikrovolnovka, bittani ochib ko'rsatishim mumkin, bilmadim, balki nimadir bordir. Mana un, tuz, yana qanaqadir vositalar, kundalik xullas nima kerak bo'lsa, bir ro'zg'orga nima kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsalarni hammasini qilib berishgan $8 ga. Bu yoqda shu nimalar. Bu yoq bathroom. Bu yerda unaqa oynasi bor ekan. Bu man telefonim zaryadkada. Sovun. Mana bu yerda одноразовыйлар ham bor cho'milish uchun. Qo'shimchasiga sochiqlar. Mana bu yerda fen. Hojatxona qog'ozi. First aid. Birinchi yordamga kerak bo'ladigan dori vositalari ham qo'yilgan. Mana bu havo sprey, bu yopiq ekan. Menimcha bu yerga kirish bizga mumkin emas. Mana bu vanna, endi vanna yo'q endi, xullas jakuzi desa ham, mana qanaqa nom desak xullas shunaqa joy. Mana bu yerda ham chiroyli chiroqlar bor ekan, uni bilmadim qayerdan yoqsa bo'ladi. Hop. Mana bu yerda yoqlar. Yo'q, yonmas ekan shekilli. Xullas, shu birinchi etaj. Ikkinchi etajga yo'l olamiz. Omadbek erib gaplashib o'tiribdi o'rtog'i bilan. Bu ham ikkinchi etajga chiqamiz. Ikkinchi etajga o'zim ham birinchi marta chiqishim. Mana. Bu umumiy olganda bir xonalik uyga maksimal darajada sharoit qilishga harakat qilingan. Mana bu to'siqlar, endi yosh bolalar bo'ladigan bo'lsa ketmasligi uchun, bu alohida romantik kechalar uchun chiroq, gulcha. Mana bu xullas mana shu ko'rib turganlar umumiy kartinada ko'rsatishga harakat qilaman. Mana bu ham tabiga qarab turib hamma har xilini tanlashi mumkin. Kimdir tagiga tashlashga yoki ustiga pletlar xullas. Shkaf. Eshigi menimcha singan ekan, eshigi bo'lgan nazarimda. Va bu Hi Google. Menimcha o'shanga o'xshagan qanaqadir narsa bo'lishi kerak. G yozilganda Google'niki bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bilmadim, buni keyinchalik ishlatishga harakat qilib ko'ramiz. Mana yana bolalar uchun xavfsizlik vositasi. Mana bu yerda yopib qo'ysa ham bo'lar ekan. Juda ham yumshoq. Mana bu ikkinchi xona. Bu esa tom lyuk. Panoramniy tom. Buni chirog'ini qayerdan yoqsa bo'lar ekan. Chiroq qayerdan yoqish bilmadim. Umumiy kartinada mana bunday ko'rinadi. Bu yerda shkaf. Shkafda mana filtrlar ham bor. Pechkalargacha berishgan. Gap yo'q. Bu yerda mana ikkinchi pechka ham bor ekan, korobkaning ichida. Beshalka. Xullas, mana shunday uy. Uy bizga ma'qul. Ya'ni bu uyda men turgan. Bu uyda mana ikkita yigit turadi. Shahriyor, uy bo'yicha fikrlaringiz bilan bo'lishsiz. Uyda faqat narmada hozir ko'rganimiz emas. Omadbek, uyda foydalanishni qayerdasin? Nyu-York. Biz hozir turgan nuqta taxminan mana bu yerlarda ekan.
Kartada ko'rsana mana shu joy. Yo'q. Xullas, aman yo'q, bu Nyu-York tomonda. Ha, da mana shu yerlar. O'zi umumiy manzara mana bu yerda. O'sha sizlar ko'radigan katta zdaniyalar. Kinolardagi, da. Bo'ldi, tugadi. 5 minut davom etibdi.